Manimcha men звукчani o'chsam ishlab ketadi. Telegram botlarni ko'ruvdik a, vazifasini bajardingizmi? Vazifasi adashmasam. Yo nima? Osh. Sizlar PDF qilib tashladim aytganda vazifalar. Bitta vazifalarni ko'raveraylik. Hop. Birinchisi matn formatlash deyapti. Bot bitta qatorda yozilgan buyruq va matnni qabul qiladi. Matndagi hamma harflarni katta qiladi deyapti. Upper. Count esa matndagi harflar sonini hisoblaydi, probellarsiz deyapti. Kirishlar. Agar foydalanuvchi matn sifati upper count bo'lsa, xatolik matn kiritiladi. Bu oson. Bu nima bo'lish shart emas. Slashlar va start command bo'lish shart emas. Sizlar prosta ikkinchisini yozuvdik-ku, ixtiyoriy nimani tekst qabul qiladigan. Shu yerda har bitta kelayotgan tekstda slash upper bormi yo'qmi deb tekshirsanglar bo'ladi. Contains bordi. Mana bunday narsa bo'ladi. Hozir men VS Code'ni ochamiz. Faqat mana Telegram botlarim har xil bo'lib ketdi-da, bu qaysidaligini bilmayman. Birontasini topamiz hozir. Mana bu yerda repeater, siz yozdingiz degan narsa bor ekan. Biz ham bu yerda endi bunday qilamiz. If deyman. Message the text contains yoki mana bunaqa desak ham bo'ladi. Slash upper desak ham bo'ladi. In message text. Shu tekstda bo'lsa deymizda, nima deyapti bizda? Sharti bo'yicha matndagi hamma harflarni katta qiladi deyapti. Va o'shani qaytarishimiz kerak. Nima bo'ladi? Bizda await qilamiz. Await qilamiz. Message answer mayda hammasini katta qilishim uchun message text qilamizda upper qilamiz ha. Endi elif qilamiz ha, elif qilamiz. Endi bunda count deyapti ha. Count bo'lsa in message text bo'lgan bo'lsa ikki nuqta qilamiz. Bu yerda nima deyapti? Matndagi harflar sonini hisoblaydi, probellarsiz deydi. Probellarsiz bo'lgan bo'lsa nima qilamiz? Manimcha birinchi qilayotgan ishimiz o'sha bayaki await qilamiz. Nimada? Countni birinchi hisoblayotganda o'zgaruvchi olamizda. Message textdan birinchi men probellarsiz deyapti-ku. Replace qilib chiqaman nimalarni? Probellarni. Probellarni nimaga replace qilaman? Bo'sh nimaga? Keyin buni o'sha matnni uzunligini olaman xolos. Tushundingmi? Keyin await qilamanda message'ga, answer'ga nima qilaman? Answer'ga aytaman. Nima edi? Matn harflar soni misol uchun bunday qilaman, f string qilib count qilaman. Aks holda nima qilaman? Xatolik deyishim mumkin, boshqa deyishim mumkin. Siz yozdingiz yoki nimada aniqlanmagan komanda deyishimiz mumkin hozircha. Aniqlanmagan buyruq. Endi bu botni ishga tushiraman, faqat botimni qaysi tokenligini bilmaganim uchun men nimaga yuzlanaman? Bot fazerga yuzlanaman. Bot fazerdan ochaman. O'zim bironta yaratgan oxirgi botim, misol uchun Bahodir Ramazonov Code Event botini tokenini olaman va shu tokenni almashtiraman. Adashmasam shu token turgan bo'lishi ham kerak o'zi. Shu token turgan ekan, buni nima qilaman? Sotib qo'yaman. Python bot qilaman. Bu endi muhit ishga tushdi. Python bot ishlatsam botim ishga tushdi.
O'taman. Men bu yerdan bosardik, instansiya bo'yicha message bosaman. Endi mana start berilgan, misol uchun salom deb yozaman hozir. Aniqlanmagan buyruq salom deyapti. Endi upper deyman. Upper deymanda misol uchun Bahodir. Men ataylab to'liq full qilmadim, hali xatoligi bor buni. O'zlaringiz ko'rasiz hozir. Upper Bahodir deyapman. Bu upper komandasi Bahodirni katta qilib beryapti. Menga shunday qilish kerakki, upperni yo'qotib Bahodir degan yozuvni probeldan keyingisini nima qilish kerak. Tushundingmi? Endi uni sal darabotga qilaman. Men undan oldin count tekshiraylik. Count aytaylik. QWERTY hello. Harflar soni 17 ta deyapti. Bu count ham kirib ketyapti-da. Bunda ham countda olish kerak. Endi uni darabotga qilamiz. Darabotga qilish qanday bo'ladi? Qanday bo'lsa ham men ishlayotgan tekstimni upper olib tashlashim kerak yoki count olib tashlashim kerak. Ishlayotgan tekstim deganda men bu yerda men nima qildim? Message tekstni upper qilyapman. Bu demak full text upper qilyapti. No bizga kerak bo'ladigan tekst, misol uchun kerakli matn deyman. Nima bo'ladi? Message tekstdan replace qilaman. Eng oson. Upper'da replace qilaman nima bilan? Bo'sh qator bilan va strip qilaman. Nimaga? Bu probellar qolib ketishi mumkin, boshqa qolishi mumkin. Men bu yerda ham xuddi shu ish bo'ladi. Men count qildik, men bu yerda replace da probellarni ayirdik. Endi yana bitta replace qilamanda nima qilaman? Count ham olib tashlayman. Va buni ham strip qilaman. Strip degani yon-yoqdan probellarni o'chirib tashardi ikki yoqdan. Endi xuddi shu narsani qayta ishga tushiraman. Botga yuzlanamiz. Botga endi upper deyman. Upper server deb yozaman. Upper server bu yerda o'zgarish bo'lmadi. Count yozib beramiz. Count server. Lekin count ishladi. Demak, upperimda qanaqadir xatolik bor. Xatolik tuzatishga harakat qilamiz. Upper dedim, kerakli matn. Men bu yerga replyga message text jo'natib qo'yibman. Kerakli matn qolib ketibdi esimdan. Men bu yerga kerakli matnni katta qilib jo'nataman. Xatosini tushundingizmi? Qayta run qilaman. Endi upper deyman. Server yana bir bor. Katta qilib server jo'natdi. Savollar bormi bu yerda? Zapis qildi. Zapis qilyapti. Tushundingizmi? Demak, oson edi. Start command bilan ham ishlasa bo'ladi. Command startda ham ko'rayotgan bo'lsanglar, endi bu klasslarni sizlarga o'tmadim. Buni olib qaraganda o'sha komandani aniqlardi. U narsa keyingi darslarda o'tiladi. Bizga hozir prosta shu boridan foydalanish kerak edi. Ya'ni iloji bor ekan, boridan foydalanish. Bu yerda sizlarda qaranglar, Telegram bot qilgan ishlaringiz faqat mana bu yerda message tekstlarni obrobatga qilishadi va natijalarni mana bu yerda obrobatga qilish o'zlaringizga qolgan edi. Chunki bu narsalarni o'tganmiz. Davom etamiz. Kritik shart deyilgan, agar foydalanuvchi matnsiz faqat upper yoki count yuborsa, bot xatolik, matn kiritilmadi deb javob berish shart. Mana bunisini ham implementatsiya qilib qo'yish kerak edi. Buni o'zlaringizga qoldiraymi, sal ko'rsatib ketayin. Mana bunaqa narsa bo'ladida, misol uchun kerakli matnda degan, mana bu yerda kerakli matn degan joyiga if not yoki kerakli matnimiz bo'sh bo'lsa, haqiqatan bo'sh bo'layotgan bo'lsa nima qilamiz? Await qilamizda message answer bo'layotgan shartda nima edi? Matn xatolik, matn kiritilmadini tashlab qo'yamiz. Matn kiritilmadi deymiz. Xuddi shu narsa bu yerda ham bo'ladi. Mana bu yerda bizga kiritgan matnni uzunligi 0 ga teng bo'lib qolsa. Chunki haqiqatda matn uzunligi baribir hech bo'lmasa 1 bo'lish kerak edi. Endi buni testlaymiz. Testlash dasturlashda asosiy bir qismi hisoblanadi-da. Любой narsada bir testlar bo'lish kerak.
Chunki siz 100% bundan ko'rasiz, ishonasiz, e'tiborga olmagan joyingizdan xatolik kelib chiqadi va foydalanuvchiga bersangiz nima bo'ladi? Tushunmovchilik ko'p keladi. Upper'da o'zini beraman. Xatolik matn kiritilmadi deyapti. Count o'zini beraman. Xatolik matn kiritma, harflar soni 0. Mana qaranglar, men bu testladim. Vroyda to'g'ri ishlash kerak edi, men harflar soni 0 ham chiqib kelyapti. U chiqmasligi kerak edi bizda. Nimani hisobiga? Mana bu yerda nima bo'lyapti? Count 0 bo'lsa buni jo'nat deyapti-da, bundan chiqib ketmayapti. Tushundingmi? Mana bu yerda qanday qilsak bo'lardi? Osongina yo'l else qilib yetsak bo'lardi. Aks holda bu. Tushundingmi? Va buni testlab qo'yamiz endi. Ha, Telegram botlar umuman katta dasturlar shunday sekinligi bilan gradualni yechilinadi. Keyingi o'tayotgan bo'lsak, havolalarni, linklarni tozalash deyapti. Bot har qanday matnni qabul qiladi. Agar matn ichida havola HTTP yoki HTTPS bo'lsa, ularni butunlay o'chirib tashlaydi va foydalanuvchiga faqat tozalangan matn o'zini qaytaradi. Qanday qilsak bo'ladi? Qanday qilsak bo'ladi? Mana antashib qo'yasizlarga. Sizlar birinchi guruh ham? Yakin tashib qo'yib, funksiyachani o'zini. Endi shu funksiyani qaytib bunga moslashtiramiz. Bizga link kelyapti. Ideyalar bormi? Sarvar qanday qilamiz shuni? Yo'q, linkligini qayerdan bilamiz? HTTP yoziladi. Telegram uchun, Python uchun bu oddiy matn hisoblanadi. Qanday aniqlaymiz? Qanaqa buyruq? Ammo bosh degan joy borki, bosh mana shundan boshlansa degan. Yaqin kelyapsiz? To'g'ri. Yaqin kelyapsiz? Boshdan qanday qilaydik? Yaqin kelyapsiz? Starts with. Starts with. Shu bilan boshlansa. Mana, buni o'chirib tashlaymiz polni. If deyman, menga kiritilayotgan matn tekstni starts with tak tuple start with qilaylikda men tuple qismini bilgan http http yoki https qismini biladi, ikki nuqtalar kerak emas, ha? Qaraysizlar-da vaziyat. HTTPS desam nima deyishim kerak? Await message tak answer tak message text replace http slash ikki marta qaranglar. Birinchisi bir marta HTTP'larni replace qilyapman. Ikkinchisi HTTPS'larni replace qilyapman. Nima foyda bu yerdan? Bu yerdan qaranglar. Birinchi HTTP topilsa, ularni replace qiladi. Topilmasa ikkinchisi o'taveradi-da, muammo yo'q bu yerda. Aks holda nima deymiz? Else qilamiz. Har doimgidek jo'natib qo'yish kerak edi bu yerda. Message answer message text jo'natish kerak. Chunki hozir siz jo'natmasangiz nima bo'ladi? Tipa hech narsa yubormaganday bo'lib qolasiz. Va botimizni qayta ishga tushiramiz. Botimiz qayta ishga tushirdik. Endi biza yozamiz. Misol uchun http localhost 8000 deb yozdim. Localhost 8000 jo'natdi. Salom deb yozaman. Nima jo'natish kerak? Salomni o'zini. Endi HTTPS uchun yozib beraman. Kun.uz
kunuzda o'zini jo'natib keryapsizlar. Endi sistemani aldash uchun localhost http.uz qilaman. Ko'rsizlar? Boshida borligini start with qilganimiz uchun buni link deb bilmadi. To'g'ri ham qildi, hozir link emas, bu to'g'ri. Bu xatolik linki bilan boshqacha. Demak, tizimimiz ishladi. O'rta darajaga o'tamiz. Hashtag va email detektor deyapti. Sharti bot kelgan matn ichidan barcha hashtag va emaillarni qidirib topadi. Topilgan ma'lumotlarni Telegram HTML yoki Markdown formatida chiroyli qilib qaytaradi. Buni prosta qaytarib qo'yaylik. O'z Telegram HTML Markdown sizlar uncha muhim emas, hozir ularni keyin o'tamiz. Sizlar faqat nima hashtaglar topildi, nima emaillar topildi degan joy. Juda ham qiziq masala. Ishlaganlar bormi? Aha, ishlaganlar bormi? Hech kim ishlamabdi-da. Ha? Ha? Tak. Endi qaranglar, bizga xabar kelyapti. O'sha xabardan biza birinchi o'rinda nimalarni aniqlab olishimiz kerak? Voyga, nimalar bor yo'qligi. Hashtaglarni ajratishimiz kerak, keyin emaillarni ajratishimiz kerak. Buncha hashtag. Ha. Endi qanday qilib ajratamiz endi? Bu ular oxirida keladi. Emaillar. Birinchi masala ishlashimiz hashtaglarni yechigan masala qilishimiz kerak birinchi. Bu Ren o'tdikmi sizlar yo'qmi? Ha, import re. Ha, chiqdi. Re bilan o'tdikmi yo'qmi? Reni import qilib olish kerak ekan. Shu mana amanga tasam o'tilmagan tashlab ketdim. Yo'q, reda qilsa osonroqda sanab beradi. No biza boshqacha ham qilsak bo'ladi. O'zimiz bilgan narsa count bilan qilsak bo'ladi. Nechtaligini aniqlab olsak bo'ladi-da. O'shanga qarab turib, tekshirib, test qilsak bo'ladi. Buni qilsam bo'ladi. Qaranglar. Birinchi bir Pythoncha usulda bironta dasturimni olmaydi, ishlatib ko'raman hozir. Tursin. Matn berilyapti-da, misol uchun hashtaglarni yozaman. Hashtag salom. Probel bo'lishi mumkin, probel bo'lmasligi mumkin. O'sha har xil holatlarni ko'raman. Xayr. Yana bitta hashtag qilamanda maktab deyman. Ana shunaqa. Demak, ana shunaqa nimadan menga salom, xayr, maktab degan narsalarni ajratish kerak. Qanday qilib bilamiz shuni? Birinchi o'rinda men xayolimga kelayotgan narsa bu yerda salom, xayr, maktab degan nimasida mana narsalarni qaranglar. Komment qo'yib turay menga ana bot keyin yozaveramiz buni. Birinchi o'rinda xayolga nima keladi? Qarang, print qilaman, matn split qilaman. Split qilaman reshotka bo'yicha. Tak, reshotka qilamiz. Va buni pechat qilamiz. Salom, xayr, matn qolyapti. Tushundingizlar? Demak, menga yaqin keldim, men hashtaglarga yaqin kelyapman. Endi men bu yerda salom degan joyga, misol uchun hello world nimadir qilayotgan bo'lsam, qanday ishlashimni ko'rishim kerak. Salom, xayr, matn, maktab. Ana shuni topishimiz kerak. Qanday qilib ajratsak bo'ladi. Mana bu bir-biridan ajratyapti, lekin men bu yerda har xil nima qolishi mumkin. Tak, birinchi men kallamga kelayotgan narsa har bittasini ichida for word in matn split qilamizda nima ish qilamiz? Wordni strip qilib olaylik. Word strip. Ya'ni probellarni chapdan o'ngdan tozalaydi. Va buni tekshiramiz.
Endi qaranglar, mana buni matnliklarda уже probeli borlari hashtag bo'lmay qoldi. Probeli yo'qlari hashtag qoldi faqat. O'shanagida endi men bunday qilsam bo'ladi. Endi faqat men bir shart bersam bo'ladi. If word strip count probel teng 0 qilsam trankod qilamiz. Salom, xayr qolib. Nima deyapman bu yerda? O'sha har bir so'zimda probellar soni, misol uchun, nimada tekshirayotgan harftasida qaranglar, probellar soni 0 bo'lgan bo'lsa, ularda 0 kitorim. Mana bunda ikkita probel bor. O'shana bo'lgan bo'lsa, qoldir deyman. Demak, men hashtaglarim ajralib qoldi mana bu yerda. Mana bu yerda hashtags degan nima qoldi bu yerda. Bu r'ni bilmagan holatimizda shuncha murakkablashdi ozgina. Endi ikkinchisi, bu bittasini yechdik. Bizada misol uchun codevent gmail.com bo'lishi mumkin. Buni qanday yechaman degan savol tug'iladi. Bu start with bor, o'shani oxiridan o'tkazayotgan bo'ladi adashmasam. Yo'q, buni ham xuddi shu stilda ketamiz. Buni nima qildim? Endi bizada emails degan bitta nima ochib olaman, o'zgaruvchi ochib olaman. For deyman, word in matn. Word emas, nima qilamiz? Email qilamiz, a? Email in matn split nima qilaman? Kuchukcha qilaman. Print qilaman. Emails. Savol qarab turibsanmi? Men bu yerda email o'zini qoldiraman. Buni tekshiramiz, run kod qilamiz. Bizada e'tibor bersanglar, codevent@gmail.com mana ajralib qoldi. Bizga natija olib keldimi bu narsa? Yo'q, olib kelmadi. Bizga qanaqadir mana text, mana bunaqa text nuqta mana bunaqa text formatini olib kelishimiz kerak-da. Qanday olib kelsak bo'ladi? Biz raydan ketaveramizmi? Raydan ketsak oson, no, raydan ketmasak qanday qilamiz? Uni ham qilsa bo'ladi, qilib bo'lmagan narsani o'zi yo'q. Mana bu matnni ko'ryapsizlarmi? Bu yerda bunda probel yo'q, bunda probel bor bo'lyapti. Probelni birdan kattalarni biza probellar bo'yicha split qilib, oxirgisini olsak ham shu codevent@gmail.com kelib chiqadi bizda. Birlashtirib olsak bo'ladi. Bu nima degani? Bizada bunday qilamiz. Bu emaildan oldik. Emaildan olib print qilmaymiz-da. For email in emails if shart beraman. Imamda enumerate tutdik, eslar zamonmi? Indekslar bilan bo'lardi. Enumerate ham tursin. Mana emails emas, mana bu yoqqa birinchisi words olaylik bu yerda. Word biza nima endi partitions. Bo'laklar, partitions bo'lsin. Partitions bo'lsin. Ajratilganlarida bizada. Keyin biz bitta bo'sh emails qoldiramiz bu yerda. Email, topgan emailimizni qo'shib ketaveramiz. Agar deyman, probelim birinchi shu so'zda tekshiraylik, probelim in email emails emas, mana partitions bo'ladi. Email qilmaymizda, nima edi? Partition. Yoki count qilamiz. If partition count probel
katta noldan bo'lsa, bu o'sha emailimizni boshi bo'ladi-da, buni qarang. Emails append qilamiz. Nima bo'ladi bu emails? Partitionni split qilamiz. Probellar bo'yicha va minus birinchisi. Mana f-string qilib olaylik. F-string qilamiz. Tak, mana f-string qilamiz. Ctrl X qilib buni qilaylik. Kuchcha vergiga nima qo'yamiz? O'sha partitionsda i plus birinchisini qo'yaveramiz. Bunaqa shart bilan qo'ydim. Bitta rang qilib ko'rsak, auto French o'yladi. I plus 1. Bu ish email topmadi deyapti. Email topmagan sababi berdi. Partition print qilib ko'ragan. Bu yerda bir nimalar yozib tashlabman-ku. kodi@gmail.com 0. Ko'ryapsizlarmi ajratdi? Bo'ldi. Endi bizda qaranglar, buni olib qarasa, men emailni ajratdim, hashtaglarni ajratdim. Print nima edi? Hashtags. Natijaviy dasturim kelib chiqdi, to'g'rimi? Shuni ishlatsam bo'ladi. To'g'ri, endi kamchiligi bo'lishi mumkin, mukammal bo'lmasligi mumkin. No, qanaqadir test nimamizda ishlayapti-da hozirgi holatimizda. Buni nima qilaman? Men bu narsani olamanda, tak, men bu yerda botlar komment qildim, ochaman. Har safar botda rang qilib ko'rgandan ko'ra, lokalni rang qilib, o'shani botga qo'yib o'rganlaringiz ma'qul ayirib qo'yadi. Endi vaziyatga qaraysiz. Olaman buni. Asynchron turadi. Men bir repeater degan joyiga qo'yaman. Matnni faqat nima qilayapmiz? Kommentda tursin. Matnni o'rniga matn deb qo'yaman-da, qayta eshitmas uchun message nima qilaman? Text qilaman. Faqat mana printlarni endi boshqacha qilamiz endi. Printlarni bu oxirida jo'natamiz. Await qilamizda, message answer. Mana uchtalik nima qilaman? Bemalol yozishim uchun f-string qo'yaman bunga. Nima deb yozamiz? Hash tags. Bu yerda hashtags o'zini beraveramiz. Keyin mana /n qilsam probel beradi, mana bilasizlarmi? /n. Adashmasam shunaqa edi, bo'lmasa bunaqa ham bo'lishi mumkin hozir. Bunaqasini qayerdan topamiz? Bunaqa slash borda, o'zi chiqmayapti. Mana tashladim. Emails deyman. Bu yerda nima bo'ladi? Emailsda o'zini qo'yib qo'yamiz. Endi buni test qilamiz. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Botni terminalga o'tamizda, botni o'chiramiz, birinchi ishga tushiramiz. Va matn tekshiruv natijasiga mana bu yozganimizni yozamiz. Birinchi testlash uchun. Tak, Telegram botga o'tamiz. Salom, xayr, kodim. Bu yerda salom, xayr, maktabda ajratolmadim. Maktabda ajratolmagan sababi nima bo'lishi mumkin? Birinchi testlagan. Ajratuvdan nimadir muammo bo'lganda. Okey, uni ko'rib chiqilgan. Chunki maktab qaranglar, oxiriga yetib olmayapmiz. Men bu strip qilganingizda mana bu oxir slash bitta probel bo'lib qolyapti-da, buni strip qilganingizda. Boyagi shartga tushmay qolyapti. Buni tekshirasizlar, no maqsad uchun o'zlak. Bu yog'ini beskонечный kod yozib to'g'rilasa bo'lgan narsa. Tushungan beg'ini? Random spoiler degan.
Bot matnni qabul qiladi va undagi so'zlarning tasodifiy 3% qismini Telegram yashirin spoiler tagi bilan o'rab matn qaytarib beradi. Spoiler nimaligini birinchi tushunib olaylik. Mana bu narsani men tashlayveraman sizlarga. Yashirin so'zni bilasizlar, nima deb bijillab yopiq turadi Telegramda. Shuni sizlar programma orqali ham bijillatsanglar bo'ladi. Mana hozir bironta so'zda 3%ni hozir await answer message answer message'da aytaylik 3% deganda plain message 3% necha bo'lishini aniq qilaylik, taxmin qilaylik. Birinchi aytaylik, birinchi 3 ta so'zini men spoiler qilmoqchiman. Uncha men f-string qo'yaman. F-string qo'yaman. Tak. Bu yerga message 3 buni qilsam, menimcha to'g'ri ishlaydi. Faqat men spoiler qilgan joyiga ikkita slash qo'yishimiz kerak, ha. Tak, 1 2 1 2. Telegram botni o'chiraman. Server xatolik berdi. Message of is not sufficient. Message emas, bizda nima edi? Message text yozishimiz kerak edi. Message yozib bu. Botni o'chiraman. Server Telegramda ishlamadi-ku? Ha? Bijillatmadi. Ya, Telegram o'zida bijillatib bilaman buni. Tak, mana bu answer. Tak, format degani. Direct message and then disable notification, protect content, allow paid broadcast. Answer photo reach. Shortcut information reach sent chat ID business content. Use this method and reach method if the message contains block with media element plan. Then the boss have the right to send media or the chat sticker, venue, location. İki taraf ihtisaslaşmış birer yolda. Bunaqa debsan? Ya, qo'ydim-ku men. Probel qo'ydim. Tak, as. Input reach emas. Answerda o'zi bo'lishi kerak. Tak, bitta 3 raqamimiz. Tak, sarlar. Bizdagi aytgani bo'yicha xato deyapti. Tak, buni qilaylik. Topamiz. Iogram spoiler message Markdown ishlat deyapti. Tak, message answer deyapti. Parse mode HTML deyapti-da. Bunaqa bilan aytadi yoki Markdown 2 bilan aytayapti. Parse mode Markdown 2 qo'yish kerak endi bu yerda. Oddiy text emas, Markdown parsing qilish kerak bu yerda deyapti. Bitta 3 raqamimiz.
Sarvar. Ko'ryapsizlarmi? Matnni yashirdi. Endi bu yerda shart berilgan ixtiyoriy randomni 30% deganda, uni sizlar endi bitta logika qilib ko'rasizlar o'zlaringiz. No, muhim nimasi shu bu yerda. Qiynalishlaringiz mumkin bo'lgan joyi. E'tibor beringlar, mana misol uchun men ham hech narsani yod olmaganman. Ko'rib, o'rganib, esdan chiqqan bo'lishi mumkin. No taxminiy nima bo'layotganini, misol uchun faqat tapit qilayotganimizni bildik. Mana qayerdadir nimadir xato ketayotganini tushundik. Shunday qilib topib olinadi. Keyingisi qanday bu tabladan buncha yutsam bilan. Tak. Yo, mavzu yutamiz. Sizlar amaliyotlaringizni ishlab kelasizlarmi o'zlaringiz qolganini? Aniqmi? Ha, bor, davom etaman. Mana bu esa mavzu bu yo'q o'zimiz ishlab kelaman desanglar, sizlarga bu yo'g'ini qoldiraman sizlarga.